Do'stlar, bugungi videomiz aqlli zinalarni qo'yish jarayoni. Ko'p turganidek, hozir bizda ish jarayoni. Konsertkalarni sekin astalik bilan qo'yib chiqyapmiz. Zinamizning hisobi ko'p turganidek, birinchi etajdan podvalga tushish va birinchi etajdan ikkinchi etajga chiqish. Ishlar avjida. 2.075 lik kabel tashlangan kabellarimizni hozir zinachi ustakalarimiz, zinachi duradgor ustalarimiz chiqarib ketishgan. Mana ko'p turgandek ehtiyotkorlik bilan payka qilib chiqilyapti hozir hammasi. Qurvoshdan qo'yilyapti. Kompaniyaga kelgan bo'lsak do'stlar, Destep kompaniyasining kontrolleri va mana podsvetkalar. Hozirda bir kishi jarayon bo'yicha bir kishi faqatgina payka, ikkinchi odam profillarni razmeriga olib kesib kelib, shunday lagarka bilan kesib hammasini joyiga qo'yib chiqilyapti. Buni mana bunday o'zini ochiladigan joylari bo'ladi. Buni ustakalarimiz, duradgorlarimiz profillarni ochib ketishadi. Hammasi. Biz priborlar orqali bitani berishdan oldin hammasini tekshirib olinadi va old tomoniga izolyatsiyasini qilib, akkuratlik qo'yib, buni germetikaga yopishtiriladi. Titan germetikaga. Sizlarga bu ma'lumot qiziq deb o'ylayman. Ish jarayonidan sizlarga yo'llashyapman do'stlarim. Amalinga omad, bizni kuzatishda davom etinglar.